Assalomu alaykum barchaga. Mana navbatdagi qafaslarimiz tayyor bo'ldi tovuqlar uchun. Uzunligi общий 4 metr, eniga 1.10 santimetrli o'z ichiga oladi. Qafasimiz ikki xonali, o'rtasidan bo'lingan. Ikkala tomonida eshiklari mavjud. Va qolaversa yonidan tashqaridan turib tuxumini olish uchun yoniga tuxumlash xonalarini joylab qo'yganmiz. Ikkitadan eshikchalari bor. Xo'p. Don idishlari mana ikkiga ajragan. Sitkalari ham qalin sitkalari. Ichida mana qo'noqlari. Odam bemalol kirsa ko'taradi qafasimiz. Baquvvat holatda tayyor bo'ldi. Ranglari mokri. Chirpissalarini tagidan ham stiklavatlar tortganmiz, issiq sovuq o'tkazmaydi. Oldida silif tarnovlari. Baquvvat bo'lgan qafasimiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. 94lik kodi bilan 273 73 53 raqamiga bog'lanishlaring mumkin.